28. Bəglikə layiq bəgnin qandaq bo'lishi kerakligi aytiladi. Ali aytdi. So'ramoqchi bo'lgan so'zim munu edi. Endi shularni so'rayman. Odam bolasini birli Xudo yaratdi. Ularning ulug'imi, kichikimi bor. Yaxshi nomliqimi, yomon nomliqimi bor. Bilimliki, bilimsizi, kambag'al va boylari bor. Aqlliq, aqlsiz, johilimi bor. To'g'risini aytdi. Bag qandoq bo'lishi kerakki, elni to'g'ri yo'lga boshlasa, tegishlik ishni ado qilib, nom shuhrat qozonsa, eli tuzalsa, xalqi beyisa, u dunyodan o'tar vaqtidami yaxshi nom qoldirsa, kumush va mol dunyodan xazina to'plasa, yov bo'ynini agdirib nizoni tugatsa, qo'shin to'plasa, hokimiyati qudratli bo'lsa, to'g'ri qonun yurgizsa, bilimini yetildirsa, dunyoda shuhrat qozonib nomi yeyilsa, kundan kunga yuksilib baxt davlati ochsa, rohat farog'atda shodlanib, elni uzun yil boshqursa, barliq jallo olamdan o'ssimi, u jahon so'rasa. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Alik mendan ait qiyin bilimni so'radi. Barcha bəylik işini bəylər bilidi. Qanun, nizam, örf, odat ulardan keladi. Onadan tug'ilganda bəg bo'lish uchun tug'iladi. Yaxshi ishlarni ko'rib o'rganadi, biladi. Bu bəylik ishini Xudo kimga bersa, uningga munosib aql idrokni beradi. Xudo kimni bəg qilib yaratishni xolasa, oldi bilan uningga yarasha xulq, mijaz, aql, idrok va qo'l qanot beradi. Bəglik işi bəglərə xas işdir. Bəglərning işini bəg bo'g'ichi kishi biladi. Bu ishni alik mendan yaxshiroq biladi. Otasi bəg edi, o'zimi bəg bo'ldi. Alikning o'gdilmishga javobi. Alik aytdi. Uxtum. Bu so'zning hammasi rost. To'g'ri so'z qilding. So'zingdan ixbari hidi keladi. İş qilgan kishi o'zining vazifasini ado qiladi. Ishning yaxshi yoki yomonligini kuzatgan kishi biladi. Men ish qilguchiman. Sen bo'lsang uni ko'rguchi. Ish qilguchi ishning qandoqligini ko'rguchidan biladi. Xudo endi sana aql va idrok berdi. Aql va bilim bilan xotirjam ishlashga erishding. Kichikingdan tortib mang'ili xizmat qilding. Ko'rib, o'rganib yaxshi qonunlarni bilding. Hamma ishlarni uqding va mohiyatiga yetding. Harakating va so'zingda menga ko'yimchan sodiqsan. Kishi o'z so'zini sodiq kishilarga aytadi. Ko'yimchanlar kishiga o'zini pido qiladi. Sen sodiq bo'lganing uchun sana ishonaman. So'zlarimga samimiy sadoqat bilan javob ber. Ko'yimchan sodiq kishi nima deydi? Angla. Ko'yimchanlik sadoqat kishilikning beshidir. Ko'yimchan sodiq kishini aqlliqlar ko'p maqtadi. Sodiq kishilar inson uchun azizdir. Sodiq kishiga erishsang bag'ringga bas. Bilim va aql menga shundoq dedi. O'gdilmishning alayki javobi. O'gdilmish javob berib dedi. Alayk, esen aman halovatda yashag'in. Qo'ling ustun bo'lsin. Bəglik uchun hammadan avval tegi esil kishi kerak. Bəg botur, qo'rqmas, jasur va qattiqqo'l bo'lishi kerak. Otasi bəg bo'lsa, o'g'limi bəg bo'lib tug'iladi. Umi otasiga o'xshash bəg bo'ladi. Aqlliq ham bilimlik bo'lishi kerak. Mard, sehi ham xushbi'il bo'lishi lozim. Bəglər bilim bilan xalqqa yo'l boshlab keldi. Xalqning ishini aql bilan bejirdi. Bəg degan nom bilik so'zi bilan bog'liqdir. Bilikdan lomni elivassa bəg nomi qoladi. Bəg noiti farosatlik, bilimlik, aqlliq bo'lishi kerak. Bilimlik kishining dushmani ko'p bo'ladi. Bilimlik, beshidan ish o'tgan va ko'p yerlarni kezgan kishi nima deydi? Angla.
Bag bilimlik, aqlliq va sagak bo'lishi kerak. Uningga kutilmagan falokat tegmasin. Yaxshi xulq mijoz, ming turlik fazilat bo'lishi kerakki, buning bilan nomi yaxshi bo'lsin, dog' tushirmasin. İnsan balasining hammasi esil va buyukdir. Qara, faqat bilim bilanla xillari tanlanadi. Urug'i yaxshi bo'lsa, kishi yaxshi bo'lib tug'iladi. Kishi yaxshi bo'lgandan keyin to'rga chiqadi. Bu baglik muqaddas, u poklikni tilaydi. Aldinmi poklik va hushyorlikni talab qiladi. Xalqni boshlash uchun bag sarxil qahramon bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgandila büyük ishni ishlashga yaraydi. O'tö kun begi nima deydi? Angla. U so'zni zehn qo'yib sinab so'zlagan. Xalqning begi nayt sarxil bo'lishi, dili va tili to'g'ri, xulq mijozi esil bo'lishi lozim. Bilimlik, aql farosatlik, kishilarning sarxili, sehi ham ko'zi to'q, oliyjanob bo'lishi lozim. Qo'lidan ko'p yaxshiliklar keladigan, hayoliq, xushfe'il va ish harakati to'g'ri bo'lishi lozim. Mo'shundoq bag xalq uchun ulug' bo'ladi. Uningdan keyinmi yaxshi avlod qoladi. Kishi ishning beshini bilim bilan boshlab, idrok qilib tushunsa, ishi o'ngishli bo'ladi. Baglar xalqni bilim bilan egilaydi. Bilim bo'lmasa, aql ishga yaramaydi. Ey davlatman aley! Baglar ishlarda yengilsa, bu baglik kesal bo'lgan bo'ladi. Uni davolash kerak. Baglikning kesiliga aql va bilim davodir. Uni aql farosat bilan davola, ey xushbe'il kishi. Bag bilimlik, aqlliq va zerak bo'lishi kerak. Ondan kesilining oldini ola oladi. Bilimlik, aqlliq, dono hukmdorning har ikki dunyoda o'rni yaxshi bo'ladi. Ikkili dunyoliqiga erishadigan kishi nihoyat qutlug', saodatmin kishi hisoblanadi. Buningga taqlid qilib shoir mundoq bir so'z degan. Sapsasang ma'nisi bilimsizga ko'z bo'ladi. Saodat nimadir? Qani menga ta'riflaginchi. Kishilar ichidagi qutlug' kishi kim? Mal dunyodan bahramand bo'lsa, boshqalarga ba'sa baxtiyor yashasa, yana bir dunyoda u to'rga erishadi. Qilmishi, xulqi muloyim, qiliqi to'g'ri bo'lsa, u bagning kunlari shodlik ichida o'tadi. Xudo kimga yaxshi xulqni bergan bo'lsa, bu yaxshi xulq bilan yaxshi amal ato qilsa, bu dunyo jimi ne'matlar bilan uning bo'ladi. Xolisang o'zing yegin, xolisang boshqalarga ulashtir. Xudo rahmat qilib quliga baxt bersa, uning qiliqlari yaxshi, harakatlari durust bo'ladi. Bagda yaxshi xuluq va ming xil hunar fazilat bo'lgandilar. Ondan al yurtni boshqarib, tumonni tarqita oladi. Bu yaxshi xuy-fe'l nima degan go'zal. Yaxshi xuy-fe'l er uchun tugamas ne'matdir. Xudo kimga jahil xuy bergan bo'lsa, zaman o'qi uni ranjitadi. Qaysi bagda bundoq jahil xuy bo'lsa, barcha ish ta'tursiga mangadi, shodligi g'amga aylanadi. Bag sobdil, mijozi oliyjanob bo'lishi kerak. Urug'i toza bo'lganlar doim poklikni xohlaydi. Sobdil, taqvodor kishining ko'ngli qo'rqoq bo'ladi. Ko'ngil qo'rqsa, baglar ishni to'g'ri qiladi. Agar bag sobdil, taqvodor, samimiy bo'lmasa, barcha qilmishlari nopok, ishlari chala bo'ladi. Savrichanlik, tamkinlik bag uchun zinnatdir. Bu baglik ishining tezgini va yugini bo'ladi. Bag ishni o'ngshash uchun nihoyat aqlliq bo'lishi kerak. Yana ishni nimadan boshlashni bilishi kerak. Aqlliq kishilar ishni o'ngshay oladi. Aqlsiz kishilarni ishdan yiroqlashtirish lozim.
Kişinin ko'ngli bo'lmasa, ko'zining foydasi yo'q. Aqli bo'lmasa, kishi ko'ngli tadbirsiz qoladi. Ey elning hukmdori, angla, savrchan, yuksak ko'ngillik, tajribalik kishi nima deydi? Kimda aql va idrok bo'lsa, uni er deb hisobla, qancha maqtasang maqta. Kimda aql, idrok, bilim jam bo'ladi ekan, uni yomon bo'lsa yaxshi, kichik bo'lsa ulug' deb bil. Kishi uchun aql, idrok nima degan yaxshi? Aql parosati bo'lgandila, ondan dono deb atash kerak. Aldiroqsonlik, vahima hamma uchun yomon. Bu odat agar bagda bo'lsa, uning yuzini sarg'aytidi. Aldiroqson yengil kishining xuy payli g'azablik keladi. Bu odat bilimsizlikning belgisidir. Aldirab qilingan ishlar ham bo'ladi. Ashtamoqnimi aldirab yesa kasallik keltiradi. Har qanday ishda tamkinlikni tanla. Faqat toat ibodatga aldirab yugur. Bag ko'zi to'q, hayoliq, durust bo'lishi, so'zi va harakatida ochiq yo'riq bo'lishi lozim. Ko'zi och kishi to'ymas keladi. Ko'zi ochqa butun dunyoning eshimi ozlik qiladi. Och ko'zlik shundoq bir kasalki, uningga hech davo yo'q. Uni bu dunyoning qamonlarimi davolayolmaydi. Har qanday och kishi yesi issa oxiri to'yidi. Ko'zi och kishi o'lgandala ochlikdan qutuladi. Ko'zi och kishi mol dunyoga to'yib boy bo'lmaydi. Nurg'un dunyoga ega bo'lsa-mu, och kambag'al o'tadi. Bag hayoliq, esil kishi bo'lishi kerak. Hayoliq kishining ishlari buzilmaydi, mukammal bo'ladi. Kimda hayo bo'lsa, harakati yiqimliq bo'ladi. Har xil nomuvofiq ishlarga qo'l tekkizmaydi. Xudo kimga nomus, hayo bergan bo'lsa, uningga davlat va cho'ng inovat bergan bo'ladi. Barliq nomuvofiq ishlardan to'squchi hayodir. Barliq yaxshi ishlarga ulashtirguchimi hayodir. Hayo nima degan yaxshi narsa? U erning ko'rki. Hayo kishining nurg'un yaxshilikqa yetakliguvchi chulvurdir. Bagning so'zi chin, dili to'g'ri bo'lsin-ki, buning bilan xalqqa foyda keltiradi, kuni tug'idi. Agar baglarning ko'nglida xiyonat bo'lsa, xalqqa foydasi tegmas, uningdan voz kesh. Bagning ko'ngli, tili va qiliqlari chin, ishonchlik bo'lmasa, u eldan baxt qochadi. U yerda baxtga o'rin bo'lmaydi. So'zida turmaydigan bakka umid bog'lama. Ömrün zoyi ketadi va o'kinasan. Bag noit hushyor va sagak bo'lishi kerak. Bag bexud bo'lsa, falokat bosadi. Alning nuqtasi va qulupi ikki narsadir. Biri hushyorlik, yana biri mamlakatning asosi bo'lgan qonun. Qaysi bag hushyor bo'lsa, elini mustahkamlayalaydi. Düşmanni bo'yin agdirib, uni yugallayalaydi. Qaysi bag alda to'g'ri qonun yo'lga qo'ysa, elini ro'naq topqizadi va yo'riq kunga yetkazadi. Qara, baylikning nuqtasi bu ikki narsadir. Bu ikkisi to'liq bo'lsa, baglik qila oladi. Hushyorlik bilan o'z dushmanini yengan jangovar jasur er nima deydi? Angla. Ey el boshqurg'ichi bag, elning omonligini tilasang, elingning hamma tarafini hushyorlik bilan kuzatgin. Hushyorlik bilan bagning eli kuchiydi. Bexudlik baglikning ulini bozadi. Sen hushyorlik bilan dushmanni bo'yin agdir. Xalqqa qonun yurgizib, halovatda ozoda yasha. İkki narsa bilan el boshqurg'ichi baglikni buzadi. Agri yo'lga kirib, to'g'riliqdan azadi. Biri zulm, yana biri bexudlik qilish.
Bu ikkisi bilan bag elini xarab qiladi. Sen düşmanni bo'yin agdiraman desang, quloq va ko'zingni hushyor tutishing kerak. Bagla hushyorlik bilan düşmanini mag'lub qilgan. Bexudlik bilan baglikining beg'ini uzgan. Bagla bexud bo'lsa, ishlarini puttiranmaydi. İşini bilish kerakki, bexud baglik qilolmaydi. Hoşyar doim tayyor turib, bexudlarni qopqonga tushiradi. Agar dushman bexud bo'lmasa, uni kim yengalaydi? Bag hoşyar bo'lsa, alga hech kim qo'l tekkizolmaydi. Qo'l tekkizsa, aql, farosat, bilim bilan tadbir ko'radi. Zo'ravon, zolim kishi o'zini uzun baglik qilolmaydi. Chunki zolimning zulmini xalq ko'taranmaydi. Bilimli kishi nima deydi? So'zini angla. Zolim o'z elini uzun muddat so'rayanmaydi. Zulm, zo'rliq ko'yar o'ttirki, yiqillatsa odam ko'yidi. Qonun bir sudurki, u oqsin ne'mat unidi. Ey dana, uzunroq al so'rash uchun to'g'ri qonun yurgizish, xalqni qo'g'dash kerak. Qonun bilan al ro'naq topidi, dunyo tuziladi. Zulm bilan al xarablashidi, dunyo buziladi. Zolimlar zulm bilan talay o'rdalarni buzdi va oxiri bu zolimlar ochliqdan o'ldi. Baglar ko'nglini durust tutib, qonunni yo'lga qo'ysa, bu baglik buzilmaydi, uzun muddat o'ri turadi. Ey davlatman Ali, hammadan yomoni baglarning yolg'onchi deb otilib qolishidir. Bagning so'zi to'g'ri, qiliqlari ishonchlik bo'lsin-ki, xalq uningga ishonsin va baxtiyor yashasin. Yolg'onchi kishilar vafosiz bo'ladi. Vafosiz kishi xalqqa noloyiq ishlarni qiladi. Vafodor kishi nima deydi? Angla. Vafo kishi uchun odamiylikning beshidir. So'zi yolg'onning qilmishi jafodir. Kim birovga jafo qilsa, u hayvondir. Yolg'onchi kishidan vafo kutma. Bu ko'p yillar mobaynida sinalgan so'zdir. Bag yuraklik ham qo'rqmas botir bo'lsin. Yurak bilan dushmanga tetig'ila bo'ladi. Askar qo'mondoni jasur, yuraklik bo'lishi kerakki, yuraksiz askarlar uningdan jasorat o'rgansin. Yuraklik kishi yuraksizlarga boshliq bo'lsa, ondan hamma kishi yuraklik bo'ladi. Bu so'zga shohid bo'lgan shu beytni o'qi. Bu so'zni diling, aqling bilan tushunishga tayyorlan. Qara, arslan ishtlarga bosh bo'lsa, barcha ishtlar arslondek bo'ladi. Agar arslonga isht boshchilik qilsa, barcha arslonlar isht siyoqiga kirib qoladi. Bag uchun seqiylik va kamtarlik kerak. Kamtarlik bilan mijozi muloyim bo'ladi. Baglar seqi bo'lsa, nomi mashhur bo'ladi. Nom shuhrati bilan dunyoni egilaydi. Turkumlab askar yig'ilib qo'shin tashkil bo'ladi. Askar va qo'shin bilan kishi tilikiga erishidi. Yig'ib to'plab yiguvchi kishi nima deydi? Angla. Ey qahramon, yig'ib to'pla ham yigitlaringga ba. Seqi bo'l, in'om qil, yiguz ham ishkuz. Agar meling o'ksib qolsa, yana yig'ib to'pla, yiguz. Jasur, botir erga mol o'ksimaydi. Olg'ur oqlochin uchun yam o'ksimaydi. Qilich, palta, o'qya, kuch, jasorat va yurak bo'ladigan yigit kishi mol uchun andish qilmasligi kerak. Jahonni egilagan dono bag xazinini qandoq to'pladi? Qo'shin qayaga borsa, shu yerdan tayyor xazina oldi. Mamlakatni boshqarish uchun ko'p askar va qo'shin kerak. Qo'shinni tutib turmoq uchun ko'p mol dunyo kerak. Mol dunyo elishqa
xalq boy bo'lishi kerak. Xalqning boy bo'lishi uchun to'g'ri qonun yo'lga qo'yilsin. Bularning birisi bo'lmasa, qolgan to'timi bo'lmaydi. Bu to'tilisi bo'lmasa, baglik barbod bo'ladi. Undan boshqa bag bu 5 narsadan yiroq bo'lsin. Natijada bag nomi yaxshi bo'lib, shuhratimi yeyiladi. Biri oldirang'uliq, biri bexillik. Uchinchisi qahrlanish. Sabrlik bo'l, o'zingni tut. To'rtinchisi johillik bag uchun yomon odatdir. Beshinchisi albatta yolg'onchilik yarashmaydi. Bu bir qancha narsadan baglar o'zini yiroq tutsinki, nomi bo'lganmisin, so'zining e'tibori bo'lsin. Bulardan eng pastkash qiliq johillikdir. Johil mijoz kishi nima degan bechora va yirginishlik bo'ladi, ha? Shoir buningga taqlidan bir so'z aytganki, kishi shoirning bu so'zini esida tutsa, so'zga boy bo'ladi. Johillik kishi uchun og'ir bir yukdir. Johil qiliqqa asir bo'lgan bo'lsang, uningga o'q at. Dushman qilmaganni o'zining xuy payli qiladi. U dushmanning bu dushmandan nima farqi bor? Ey Ali, ko'p allarni boshquray desang, qo'lingdan kelsa, munu ishni qilgin. O'ng qo'lingda qilich tutib shiltib ursang, so'l qo'ling bilan mol dunyo ulashtir. Og'zingdan chiqqan so'zlar shikardanmi shirin bo'lsa, bag, qo'l, ulug' va kichikning hammasi senga bo'ysunadi. Ey Ali, qara. Bagga bu bir qancha narsa kerakki, shu orqali u xalqqa so'yimlik bo'lib, to'rdun o'rin olsin. U xushchiroy, so'zi shirin, o'zi muloyim bo'lishi, ish harakatimi tamoman shuningga munosib bo'lishi kerak. Ko'nglini kamtar tutsa, qo'li ochiq, sexiy bo'lsa, bularga yarasha sodiq ko'ymchan bo'lsa, har xil fazilatlarni tugal bilsa, yaramaz ahvollardan yiroq tursa, bundoq kishi xalq ichidan tanlangan sarxil kishidir. Tanlangan sarxil kishi kam tuksiz to'lin bo'ladi. Uningga jahon xalqining hammasi qo'l qo'yidi. Bundoq baglar jahonni so'rab tilikiga yetidi. Qopqi yomon, so'zi qo'pol, takabbur mijozlik odam kishini tazdiradi, yurish turishini tuzitanmaydi. Qo'pollik, oldirang'uliq, yeniklik va shalloqlik avomning qiliqidir. Buningdan yiroq turish kerak. Avomning qiliqi bagga yaqinlashmasin. Yaqinlashir ekan bag qadrsiz bo'ladi. Qora qulning rangidir. Bag bo'lsa oq. Bilginki Xudo qora bilan oqni farqlantirgan. Esil bir bag bo'lay desang, aniqki ay shuhratlik zot, fazilatingmi esil bo'lsin. Nomda bag bo'lib, qiliqi avomdek bo'lsa, u xalq orasida avomdanmi past bo'ladi. Bag husni jamoli ko'rkam, chash soqili yasalgan, o'tri boyliq va nom shuhrat qozongan bo'lishi kerak. Yuziga baqqallar ko'ribli yoqtirsa, xalqi uningga qarab mag'rurlansa, u jasurlikda yovg'i nisbatan qattiq qo'l bo'lsa, husni ko'rar ko'zga huzur bersa, toza muvofiq. Bo'yining egiz bo'lishini bilim xo'p ko'rmaydi. Bak pakar bo'lsa-mu, chiroyli ko'rinmaydi. Vaholanki shundoq ekan o'ttir boy bo'lishi kerak. Bo'yi o'ttir bo'lsa, eng yaxshi bo'lg'ini. Beshidan ko'p ishlarni kechirgan, uzun yashagan, hammani sinagan kishi nima deydi? Angla. Bo'yi pakarning teni ojiz, qiliqi g'azablik bo'ladi. Qayerda g'azab bo'lsa, shu yerda janjal chiqadi. Bo'y o'ziga yarashimliq o'ttir bo'lg'ini yaxshi. Ey bilimlik kishi, har ishda o'ttir hal bo'l. Bag may ishmasligi, fitna fasod qilmasligi kerak. Bu ikki qiliqdan oqibat baxt qochadi. Dunyo baglari sharob ta'miga berilib ketsa, el va xalqning dard azobi texmi achchiq bo'ladi.
Dünya so'rig'ichi bag o'yinga berilsa, elini buzadi va o'zi muhtojlikka tushadi. Baglik ishini vaqtida bejirmasa, qush selib qo'g'lisimi uningga yetishamaydi. Bilim bagüchi, bilim sizni maydin teyip tanbih bagüchi nima deydi? Angla. Ey bo'g'izning quli mayxo'r, may ishma. May ishsang, kambag'allik yo'li echiladi. Avam mayxo'r bo'lsa, mol dunyosi shamoldek kuchib ketadi. Bag mayxo'r bo'lsa, elini qandoq tutib tura olaydi. Bu may va maysatquchi dushmandir, kumush oladi. Mijaz xulqi urishqoq, janjolchi bo'ladi. Kishi mast bo'lsa, galvon va talvi bo'ladi. Talvi kishilar qachonmi tuziladi? Sabdil kishi nima deydi? Angla. Ey gelining quli, bu so'zga amal qil. Qilishga tegishlik nini ishlar may issi qilinmay qoladi. Qilishga bo'lmaydigan qanchilgan ishlar mastlikdan keladi. Qanchilgan naloyiq ishlar may ishkanda bo'ladi. Ko'pligan yaxshi ishlar mastlikdan qilinmay qoladi. Bag may ichib o'yin bilan ovunsa, xalq ishini o'ylashga qandoqmi vaqti yetadi. Qayerda fitna fasod bo'lsa, u yerdan baxt tezib ketadi. Fitna fasod haqiqatan doim baglikni xarob qiladi. Baxt iqbol pok narsa, poklikni talab qiladi. Davlat sop toza narsa, u sop tozalarni yo'laydi. Bag icharman jidalchi tarsa bo'lsa, bütün xalqimi tamoman icharman bo'ladi. Avamning naloyiq ishlarini baglar tuzaydi. Begi naloyiq ishni qilsa, uni kim yetaklaydi? Toza bo'lmagan narsani inson suv bilan yuyib tozalaydi. Agar suv bulg'ansa, nima bilan yuyib tozalaydi? Kishi og'risa, tevib dori beradi. Tevibning og'riqiga kimmi davo topadi? Baglarning mijozi to'g'ri, ish harakati pok bo'lishi kerakki, xalq bagning yo'liga qarab yurish turishini tuzusin. Baglarning qoida yo'sini qandoq bo'lsa, xalqmi bu yo'sinni ko'rib shundoq qiladi. Bu gaplarning shohidi mana bu so'zki, bu so'zga sapsasang ma'nosi to'g'ri. Agar bu baglar qandoq yo'lga mangsa, shu yo'l qulning mangan yo'li bo'ladi. Bag yaxshi ish harakati adil bo'lsa, uning quli texmi yaxshi ish harakat qiladi. Mag'rurlik, takabburlik bagga loyiq emas. Mag'rurlik kishini to'g'ri yo'ldan ozdiradi. Aniqki, baglar davlat bilan ulug' bo'ldi. Tegishlikini elish uchun kichik ko'ngil bo'lishi kerak. Xalqdan tanlangan bilimlik, aqlliq yaxshi bag nima deydi? Angla. Baglar o'zini ulug' ko'ztib cho'ngchilik qilsa, ey o'g'il, shubhisizki u xorliq ko'radi. Takabburlik bilan ko'kka o'rligili bo'lmaydi. Agar kamtar bo'lsa, ishi buzilmaydi. Takabburlik foydasiz, ko'ngilni sovutadi. Kamtarlik kishini yuqori o'rlitadi. Bag kamtar, muloyim bo'lishi kerak. Agar undoq bo'lmasa, sen uningdan voz kech. Bag kamtar va qo'sqi kang bo'lib, xato qilganlarning xatoligini kechirsa, askar xizmatchilar uningdan tezli mamnun bo'lib, sadoqat ko'rsatadi. Sodiq samimiy kishilar astoydil xizmat qiladi. Xalqni boshlig'uvchi bag uchun tirishchanlik kerak. Tirishchanlik bilan billa mardlikmi kerak? Bundaq tirishchanlik va mardlik bilan dong chiqasa, tilikiga yetadi va o'ldisi oldida bo'ladi. Kimning tirishchanligi bo'lmasa, u o'likdir. Har ikki dunyoda o'z o'lishiga erishamaydi. Tirishchanlik bilan billa siyosatmi kerak? Siyosatga bag yetakchilik qilishi kerak. Bag siyosat bilan qonun va elni tuzaydi. Xalq o'z qiliqini siyosatga qarab o'ngshaydi.
bu sözge munu bit cevap ve şahittir ki, qayerda şahit bo'lsa, u aniq hujjatdir. Baglarning ishikini siyosat bezaydi. Bag siyosat bilan elini tuzaydi. Yomonlarga siyosat yurgizish kerak. Xalqning mol-mulkini siyosat bosadi. Elning tiriki, uli va mustahkamligi asosi negiz yiltizi ikki narsadir. Biri xalqning o'lishi bo'lgan qonun, yana biri askar xizmatchilarga kumush taqtish. Qonun bilan xalqi xushal yashasa, kumushni ko'rib askar xizmatchilarning chiroyi ochiladi. Bu ikki qatlam bagdin so'yinsa, ili ordisi tuziladi, bag halobatga erishidi. Qaysi bir bag xalqqa qonun yurgizmasa, xalqni qo'g'dimasa, talon-taroj qilsa, u xalqni o'tqa tiqqanlik, elini buzganlik bo'ladi. Baglikining o'limi shubhasiz yiqiladi. Qaysi bir bag askar xizmatchilarini so'yindirmasa, shuning bilan qilishlar qinidan chiqmaydi. Baglar qilish bilan hukmronlik qila oladi. Qilishsiz behud bag elini boshqarolmaydi. Qilich palta elning qo'g'dug'uchisidir. Xalq boshchisi qilich bilan el oladi. Qilich palta bilan dushmanni yengib, dunyoni so'rag'an nima deydi? Angla. Ey el so'rg'ichi, elni qo'g'dash kerak. O'g'i yeganlarmi bexudlikdan yeydi. Ey qudratlik, qilich va paltini o'zingga saqchi qil. Qilich saqchi bo'lsa, bag amonlik topadi. Qilich tavraydikan, dushman tavrimaydi. Qilich qinig'i kiradikan, bagga amonlik bo'lmaydi. Ey bag, qilich tutquchilarni so'yindirgin. Doim xushal-xo'ram yasha, zahmat chekma. O'gdilmish yana dedi. Ey davlatman Ali, bu el ishlari qiyin, ammo nomi ulug'dir. Xalqni boshlamoq buyuk va og'ir ishdir. Doim bosh og'riqi mushaqqat keltiradi. Nazar solsang, xushalliqi oz, qayg'usi ko'p. Maqtug'ichi oz, so'kkichilar ko'p. Qayoqqili qarasang, qo'rqinch bosadi. Buning shodligini so'rasang, texmi oz. Uni so'ymigichilar ko'p, so'yidiganlar oz. G'avg'osi ko'prak, rohiti oz. Hamma yerda ko'ngil xotirjam bo'lmaydi. Ko'ngil xotirjamsizligi cho'ng azobdir. Nazar solsang, hamma ishida bir xatar bor. Xatarlik ish kishining lazzatini qochiradi. Aql idroklik kishining nima deganligini angla. Aql idroklik kishining so'zi tamoman unchiga o'xshaydi. Alining bo'yni go'yo qildek, beshi gumbazdek. Aqlliq kishi uningga bak ishinib ketmaydi. Baglik misoli qilich ostidagi boshturki, kunda uningga minglarcha xatar keladi. Barcha baglarning ishi ana shundoq bo'ladi. Ba'zisi halovat ko'radi, ba'zisi beshini yeydi. Bu dunyogami, oxiratgami erishay desang, muni bir qancha ishni tashlama, imkon qadar tirishqin. Diling va tilingni to'g'ri tut, Xudoga sig'in. Egam yorliqini qadrla, uningga ibodat qil. Rabbimdan beshingga nima kelsa tamoman rozi bo'l. Qanoat qilgining va rozi bo'lgining qulluq qilginingdir. Butun xalqqa chin dilingdan ko'yimchan bo'l. Doim yaxshilik qil, o'zingmi yaxshilikqa erish. Xalqqa yordam berib foyda keltir, ziyon solma. Ish harakating yaxshi bo'lsin, yomonlarning ziynini yo'qot. Tiriklik va mol dunyo sening bo'ldi. Tiriklikka erishgan ekansan, kulib turib mash'al yoq. Jining chiqsimi, cho'ng umidda bo'l. Ishonginki, Xudo yaxshi yo'l nasib qiladi. Bularni men aytdim, Alik angladi.
Bag uchun mushundaq fazilat, bilimlar kerak. Fazilat qoida yo'sin qandoq kishida bo'lsa, uni bag deb atab, elda yuqori o'ringa qo'yish kerak. Bundaqla mukammal bag bo'lib, xalqni boshlaydi. Kishi uningdan hamma yaxshiliklarga erishidi. Bilimlik, zerak kishi nima deydi, angla. Bilimlik zerakning bilimi el uchun zinnatdir. Bag bilimlik, idraklik to'g'ri bo'lishi, yuraklik va aqlliq bo'lib, shuhratini yuksaltirishi kerak. Sehi ham durust, hayoliq va siliq, ko'mchan bo'lib, elini puxta qo'dishi lozim. Ko'zi to'q, savrchan va kamtar, shafqatlik, afuchan va muloyim bo'lishi kerak. Bütün fazilatlarda har kimdan ustun turishi, xalqqa yaxshi qonun yurgizishi kerak. Qaysi bir elning mushundaq begi bo'lsa, u el xalqi nijot topadi. Darddan xalos bo'ladi. Alda baxt quyoshi tug'idi, osoyishlik bo'ladi. Ko'p afsuski, mushundaq kishilarni o'ladi. Ey Ali, mening bilganlarim mushu. Mana aqlim yetganni sana tavsiya qildim. Alining o'gdilmishga suoli. Ali dedi: "Tushundim, to'g'ri so'zlading. Menga keragim shu edi, bilimdi yengilmeding. Sendan so'raydigan yana bir so'zim bor. Unimi menga aniq aytib ber. Begi fazilatda ana shundoq to'liq bo'lsa, ey komil, uning vaziri qandoq bo'lishi kerak?" Vazir oltin kumush bilan xazinani to'shqizsa, el tuzilib shahar kentlar ko'paysa, to'g'ri qonun tuzib elni o'ngshab boshqursa, askar xizmatchilar yaxshilikqa erishib mamnun bo'lsa, xalq osoyishlikqa erishsa, uningga yot qo'l tegmasa, shuning bilan begining yaxshi nomi yeyilsa,